Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizni getmoney.uz saytida ko'rib turganimdan juda xursandman. Ushbu videoda men ijtimoiy tarmoqlar orqali pul ishlashni o'rgataman. Bir xil odamlar o'zini hayotini 5 dan bir qismini ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazishadi. Bu albatta yaxshi, sababi u odam juda rivojlangan bo'ladi, ammo uni ham chegarasi bor va yana aytmoqchimanki, ko'p odamlar ijtimoiy tarmoqlarda o'tirishadi, ammo ular daromad olishmaydi. Hozir esa internetda ijtimoiy tarmoqlar orqali ham daromad olish mumkin. Sizga faqat ijtimoiy tarmoqlarda akkaunt bo'lsa bo'ldi. Iloji bo'lsa VKontakte, Odnoklassniki, Facebook, Twitter va Google+, yana bo'lsa Instagramda akkauntingiz bo'lsa juda yaxshi bo'lar edi. Ammo sizda agar bitta akkaunt bo'lsa ham ishlasangiz bo'ladi. Demak, pastda silka joylashgan. Ushbu silka bo'yicha o'tamiz va undan keyin siz ko'rasiz mana bunaqa saytni. Bu yerda ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Ro'yxatdan o'tishni hamma eplasa ham kerak. Mana bu yerda elektron pochtangizni, parolni kiritib, uni qaytarib, mana shu galochka qo'yib, dalya bosasiz, keyin tushunarli bo'ladi. Undan keyin akkauntimizga kiramiz. Mana mening akkauntim VKontakte ijtimoiy tarmog'iga ulangan va mana ko'rishingiz mumkin. Keyin Zaработать degan bo'limga kiramiz. Bu yerda siz hamma iloji bo'lsa hamma ijtimoiy tarmoqlarni bir-biriga bog'lab qo'yishingiz kerak. Akkauntlaringizni mana bu yerda men VKontakte, Odnoklassniki, Facebook, Twitter va YouTube ni bog'lab qo'yganman va bu yerda endi pul ishlashni boshlaymiz. Mana "Вступите в сообщество", gruppaga qo'shiling. Mana ushbu soобщество degan tugmaga bosamiz. Undan keyin mana bu yerda "Вступить в группу" bosasiz va gruppaga qo'shilganingizdan so'ng "Проверить" tugmasini bosasiz. Keyin ko'rishingiz mumkin готово. Ya'ni mana balansimda 1.38 bor edi, hozir esa 1.68. Endi qolgan ishlarni ham xuddi shunday qilib bajarib daromad olishingiz mumkin aziz do'stlar. Bu yerda daromad juda oson va mana menga ham juda yoqyapti. 3 ta tugmani bosganim uchun ₹0.5 olyapman. SEOsprintda yoki boshqa saytlarda u ishlar tekshiriladi. Bu yerda ham tekshiriladi, ammo avtomatik tarzda tekshiriladiki va siz bu yerda hech qachon aldanib qolmaysiz va bemalol ishlashingiz mumkin. Mana ozginani o'zida 2.46 bo'ldi. Boshida esa 1.38 edi. Endi xuddi shunday qilib daromad olaverasiz aziz do'stlar. Agar daromadingiz juda kam bo'lsa, unda akkauntingizga kirasiz, mana pochtan nomiga bosasiz. Keyin bu yerda mana sizning referalni silkangiz bor. Ushbu silkani o'rtoqlaringizga tarqatib daromad olishingiz mumkin. Ularning daromadidan 15% ni olasiz. Aziz do'stlar, men bu yerda tugataman. Siz bilan Asadbek Ibragimov edi. Hammaga xayr.